Allo, assalomu alaykum. Bugun tavallud ayyomlarini nishonlayotgan Abdushukur hoji aka bilan bog'landikmi? Yaxshimisiz? Sog'u salomatmisiz? Bezovta qilmadikmi sizni? Ayni damda sizni Dilis xorim loyihasidan bezovta qilyapman. Loyiha boshlovchisi Dilso'z bo'laman. Bugungi fayzli kuningiz, tavallud ayyomingiz, qarshi olgan yana bir muborak yoshingiz qutlug' bo'lsin. Ilohim umringiz bundan ham ziyoda bo'lsin. Doimo oilangiz, yaqinlaringiz baxtiga sog' salomat bo'lib, bunday yoshlarni ko'pini ko'rib yuring. Akajon, bugungi tavallud ayyomingiz munosabati bilan yaqin insonlaringiz tomonidan loyihamizga chiroyli tabriknoma yetib kelgan. Taxmin qilib ko'rasizmi? Ushbu chiroyli tabriknomani kim yo'llagan bo'lishi mumkin? Albatta, sizni yo'qlaguvchi yaqinlar, qadrlilar juda ham ko'p. Ular orasidan loyihamizga murojaat qilib, samimiy tilaklarni siz tomon yo'llagan ushbu yaqiningiz, singlingiz Maysaraxon opamiz va jiyanlaringiz Alakbarjon, Farruxjonlar bo'ladilar. Barcha opa-singillaringiz nomidan bizga murojaat qilganlar. Rahmat bor bo'lsin, singlimizdan opalarimizdan hammasi. Ilohim aytganingiz kelsin. Agarda birozgina qimmatli vaqtingizni ayamasangiz, ushbu tabriknomani o'qib bersam maylimi? Xo'p. Rahmat, o'qishni boshlayman, tinglab turasiz. Assalomu alaykum. Biz uchun juda ham qadrli bo'lgan, kamtarligi, samimiyligi bilan barchaga o'rnak bo'lib kelayotgan qadrli akajonim. Bugungi eng go'zal kuningiz, Allohimga suyukli banda, payg'ambarimizga ummat bo'lgan shukronalik ayyomingiz bilan sizni chin dilimizdan samimiy tabriklaymiz. Sizga uzoq umr, sihat, salomatlik tilaymiz. Umringiz bundan ham ziyoda bo'lsin. Baxtimizga doim sog' salomat bo'lib yuring. Yaratgan Allohim umringizga, rizqingizga, xonadoningizga fayz barakatlarni yog'dirib turaversin. Boshingiz uzra o'z rahmatlarini yog'dirib, omad zafarlarini keltirib qo'yaversin. Ilohim bu dunyoda ko'rganingiz makkatilloh, chin dunyoda ko'rganingiz jannat bog'lari bo'lsin. Boringizga shukr. Sizdek mehribon insonimiz borligidan faxrlanib, g'ururlanib yuramiz. Har qanday vaziyatimizda, yaxshi yomon kunlarimizda tirgak bo'la oladigan, suyana oladigan yagona insonimizsiz. Ilohim yaratgan Allohimning panohida, Xizr himoyasida bo'ling. Ihson chiqarguvchi boylardan, muhtojlarga uy tarqatguvchi saxiy insonlar qatorida bo'ling. Sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Yana bir bora tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Qaddingizni egmasin hayot, o'zingizni qiling ehtiyot. Siz bo'lsangiz uyimiz obod, sizni yaxshi ko'raman aka. Tirgak bo'lgan har bir onimda, ne desam ham chidar yonimda, jigarimda mening qonimda, sizni yaxshi ko'raman aka. Borolmasak sog'inib yurak, sizni deya joningiz halak. Aka, bizga doim siz kerak. Sizni yaxshi ko'raman aka deya chiroyli tabriknomalarini mehribon singiljoningiz yakuniga yetkazib qo'yibdilar. Ilohim mehr oqibatlaringizga ko'zlar tegmasin, doimo yaqinlaringiz e'zozida, e'tiborida bo'lib yuring. Rahmat, ancha xursand qoldim. Yaxshi, rahmat. Rahmat sizga ham akajon, qimmatli vaqtingizni biz uchun ayamaganligingiz uchun. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat, tug'ilgan kunlarni yaxshi o'tkazib oling. Xo'p, rahmat, salomat bo'lasiz. Aka desam, jo'shib ketar yuragim. Uzoq umr ko'ring shudir tilagim. Allohimdan duo qilib so'radim. Baxtimga sog' bo'lib yuring akajon. Bolaligimiz o'tdi bitta hovlida. Sho'xliklarim haddan oshdi gohida. Malol olmay ko'targan erkaligimni. Yaxshiyam siz dunyoda bor akajon. Akajonim, akajonim, uchar bo'lsam qanotim. Akajonim, akajonim, qalbim
bo'lsam otamdayin parvona, jon berguday turar boshimda mardona. Baxtim butun qaddi baland qo'rg'onim, baxtimga sog' bo'lib yuring akajon. Siz bor yuragimda armon yo'q, yo'q. Ota onam duoda ko'ngil to'q, to'q. Uchar bo'lsam osmonlarga qanotim, baxtimga sog' bo'lib yuring akajon. Akajonim, akajonim, uchar bo'lsam qanotim, akajonim, akajonim, qaddi baland qalqonim, baxtimga sog' bo'lib yuring akajon. Yaxshiyam siz dunyoda bor akajon.